Assalomu alaykum qadrli muxlislar, kanalimiz a'zolari, santexnika va отопление muxlislari. Mana bugungi ishimiz 2025-yil 11-aprel kungi ishimiz. Topshirish arafasidamiz. Mana trihodовой klapan, sirkulyatsionni nasoslarimiz. Avval bunga bir mana samotok sistemadagi отопленiyamizga topli pol qo'shilindi. Bu yoqqa bunga bir 3 yil bo'ldi, xudo xolasa 4 yil bo'ldi. Xudo xolasa mana shu samotok sistemani qilganimizga bugun xudo xolasa topli pollar qo'shilindi bunga. Hozir samotok sistemamizni yoqib qo'ydik, motorimizni ishga tushirmadik. 1 soat bo'lmadi, Nurali? Yo'q. Qancha, yarim soat bo'ldi? 1 soat. 1 soat bo'ldi. 1 soat bo'ldi. 60 gradus podachimiz ko'rsatyapti. Obratkamiz 41 gradus ko'rsatdi. Mana hali sirkulyatsion nasoslarimizni hech qaysini yoqib ko'rsatmadik. Mana bugungi topshirilayotgan topli polimiz 32 kvadrat chiqdi. 32 kvadrat chiqdi. Xudo xolasa. Mana oladi yig'ishdan qoladi. Avval mana shu yerdan ulangandi. Samotok sistemamiz motor tortib qo'yganda mana shu yerda motor turgandi. Mana yerda motor turgandi. Samotok sistemamizni sovutib qo'yayotgandi. Bugun xudo xolasa samotok sistemada 56.9 ko'rsatyapti. Podachamiz, obratkamiz 37,5. 35,5. Mana shuni ko'rsatyapti. Xudo xohlasa bu yoqqa olib отдельный nasoslar qo'yiladi. Katolimizni sizlarga ko'rsatamiz. Mana shu xonada ham ikkita radiator, bunda mana taxtdan tagida bitta radiatorimiz bor. Har birida bu xonada, narigi xonalar, yotoqxona bittadan radiator. Mana onimizga yurdimi, yurmadimi, hozir bilib ko'ramiz, qanchadir yurgandir. Yo'q, bunga yurmabdi. Bunimiz avval mana shu yerdan podachi berilingan, bu yerdan obratga berilgandi. Mana shu yerda stenka turganligini hisobiga, orqasida qolib ketganligini hisobiga klientga bilinmagandi. Keyin uyda remontiga xalaqit beradi deb pastga olib bering dedi. Mana shu yerlar pol bo'ladi. Eshikdan chuqur, mana pol tagida qolib ketadi trubamiz. Ko'rinmay ketadi, xudo xolasa. Shuni o'zgartirib bering dedi. Shunga qaror qildik. Hop. Nasos ishlatilyaptimi? Mana shu yerda yog'och polni chiqarib olib, o'rniga to'qidik. Hozir katolni sizlarga yonishini ko'rsatamiz. O'zimizni oddiy 3 kitobli katol. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ta 7 ta radiatorimiz, xudo xolasa. Mana bu
yettita radiatorimiz ishlayapti. Radiatorlarimiz 60 ga 140, 160, 120lar. Xudo xohlasa sirkulyatsioniy nasoslarimizni yoqamiz. Hozir yana bir nima sizlarga ko'rsatib o'tay. Mana shu yerga pogrujnoy termostat qo'ydik. Mana gradusini 60 ga qo'yib qo'yibsan, Nural. 60 ga qo'yilibdi. Hop, yoqamiz. Yoqamiz mana yerdan. Hop, pogrujnoy termostatga ketdi. Endi bularni ko'taramiz. Ishladi. Ishladimi? Ishladi. Ishladi. Havolarini chiqarib yubordinglar. Birinchisi ko'rs ekan. Buni ham birga qo'yib yubordinglar. Bir ekan. Birinchisi ko'rsda ekan, ko'rinadi. Birda Grandfar nasosdan foydalandik. IPA nasos. Bu eski nasosi. Birinchi paytda naryoqda Gribyonkani oldida qo'ygan nasosimiz. IPAni yangi oldik. Bu yerda biz faqat Waterpro mahsulotlaridan foydalandik. Waterpro mahsulotlari Toplipolda prozrachniy shlankalardan tortib, vintil hamma narsasi Waterpro mahsulotlari. Mana shunday bo'ladi. Kaliter tepasini shu endi. Triadovoy klapanimiz. Triadovoy klapan. Odatda setkaga to'qiymiz. Skobaga to'qiganda teshib gidroparabermani nimamizni o'ldiradi. Mana yer kesib yuboramiz ekan-a bolalar. Ha, falgani qirg'ag'ini kesib qo'yaylik. Nurali portion qilib to'lg'izilinmabdi. Va nihoyat so'nggisiga navbat keldi. Mana havolar harakatga tushdi. Kelyapti mana. Anchagina havo chiqdi. Padachidan ham bitta ko'ramiz. O, yaxshi.
Hammasi joyidagi o'xshadi. Havo qaytib chiqmadi mana shlankalarda. Endi uyga ketsak ham bo'ladi. Bizni kuzatishda davom etinglar. Ko'rishguncha.